stress jinsiy gormonlarga juda kuchli ta'sir qiladi. Nevrologik kasallik bepushtlikka olib keladimi? Eng sezgir bizning gormonlarimiz bu jinsiy gormonlar hisoblanadi. Stressga tashqi ta'sirot. Manda davolangandan keyin homilador yuzaga kelgan, lekin biz umuman homiladorlik bo'yicha ishlamaganmiz, ya'ni homilador bo'lsin deb. Lekin homiladorlik va emiziklilik davri, ya'ni farzandli bo'lish migrenni kuchaytirgan holatlari aniqlangan. Tungi navbatchida turadigan erkaklarda bepushtlik kuzatilgan. Tayyor tushadi-yu gormon, bir tushdi, ikki tushdi, bir oy, 2 oy, 3 oy, 4 oy tushdi. Unaqa holat bo'lgandan keyin o'zi tayyor tashqaridan tushadi, men nima qilaman deydi va dangasa bo'lib qoladi. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimizni biz aynan asab tizimini reproduktiv salomatlikka aloqasi haqida gaplashamiz va bugungi bizning mehmonimiz bu PhD Xalqaro kimyo universitetining dotsenti Shahnoza Muhiddinova bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat. Bizda juda ajoyib savol tug'ilishi mumkin. Bosh miya yoki orqa miya, umuman nerv tizimi qayerda-yu? Bachadon, tuxumdon va umuman reproduktiv tizim qayerda? Ya'ni qanaqa bo'lib bir-biriga aloqasi bo'lishi mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Biz integrativ vrachmiz, siz ham integrativ preventiv vrachiz. Biz bilamizki, organizm bu butun bir tizim va mana shunaqa patsientlarga aytamanki, hatto birgina sochingiz tolasi to'kilsa ham buni butun tanadagi hujayralar darajasida sezadi. Shuning uchun keling biz bugun bizlarni eshitadigan patsientlarimiz asosan va umuman shu bepushtlik bilan to'qnash kelib, shu bilan aziyat chekayotgan insonlar aynan tushunishlarini, ya'ni ongli ravishda anglashlarini xohlardiki, ya'ni qanchalik bular bir-biriga bog'liq va ahamiyati qanaqaligini. Savol uchun rahmat. Nerv sistemasi o'zi boshqaruv tizimi hisoblanadi. Shuning uchun ham inson tanasida qayerda nimaiki bor, shu soch tolasi va tirnoqdan tashqari hamma joyda nerv tolalari joylashgan bo'ladi. Xuddi qon tomirlari bilan har doim yonma-yon yuradi va har doim har qanaqa boshqaruv tizimi, demak, hamma sistemani boshqaradi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Nerv sistemasida asosan bizda bosh va orqa miya markaziy nerv sistemasi hisoblanadi va o'sha yerni o'zidagina qolib ketadi deb o'ylaydi. Ya'ni masalan bosh suyakning ichida va orqa miya ham o'rta pog'onas kanalining ichida. Ya'ni ikkita miya o'zining joyida qolib ketadi va shu bilan tugaydi degan fikr bor oddiy xalqimizda. Lekin ular xuddi daraxt shoxlari singari periferik tizimlarga ham nerv tolalarini chiqaradi va bevosita boshqaradi. Bundan tashqari bosh miyada oliy nerv faoliyatimiz bor. Ya'ni shu bizning fikrlashimiz, hissiyotlarimiz, qarorlarimiz va hokazolarni, xotira, diqqatni boshqaradi va bu degani, demak, bizning ruhiyatimizga ham ta'sir qiladi degani. Ruhiyat ham albatta insonning barcha tana a'zolariga ta'sir qilishi bu isbotlangan. Ya'ni hammasi bir-biri bilan boya aytib o'tganingizdek juda ham bog'lanib ketgan va agar boshqaruvchida buzuqlik bo'ladigan bo'lsa, demak ishchilar ham o'z faoliyatini yaxshi bajara olmaydi. Xuddi shunaqa bosh miyada umuman nerv sistemasi o'zgarishi bo'ladigan bo'lsa, demak periferiyadagi hamma organlarda ham patologiya kelib chiqishi mumkin. Tushunarli. Biz bilamizki, bizni reproduktiv tizimimiz bu aslida bosh miyadan boshlanadi. Chunki mana shu bizda o'q bor, bu gipotalamus, gipofiz, undan keyin qalqonsimon bez, tuxumdonlar va oxiri bachadonga ta'sir qiladi. Mana shu buyrak usti bezi ham bor bu yerda. Mana shu o'qni birinchi o'sha siz aytib o'tgandek, deylik bir direktori yoki orkestrda deyishadi, dirijori bu gipotalamus hisoblanadi. Mana shu anatomik tuzilishlariga ham biroz to'xtalib o'tsak, eshituvchilarga tushunarliroq bo'lishi uchun. Siz aytgan o'q bu gipotalama, gipofizar va endi reproduktologiya bo'yicha kerak bo'lsa va o'sha bizning avliyor qismimizgacha ham boradigan soha hisoblanadi. Bu o'q, ya'ni biri ikkinchisini boshqarib boradi va o'sha o'qda qaysi bir qismida patologiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha jarayonda hamma kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Endi nerv sistemasiga asosan bu gipotalamik soha kiradi, lekin gipofizni gipotalamik soha boshqaradi. Gipofiz esa boshqa periferik a'zolarni vazifasini bajaradi. Shuning uchun agar gipotalamik sohada muammo bo'ladigan bo'lsa, demak gipofizda ham muammo bo'ladi degan. Yoki aksincha, mana shu o'qda qaysi bir o'rta yoki pastki sohasi o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, albatta tepa sohaga ta'sir qiladi. Bu xuddi siklik ta'sir qiladi. Biri ikkinchisini keltirib chiqaradi. Ba'zi bir og'riqlar bor, masalan, aytamizda stress og'riqni kuchaytiradi deymiz. Xuddi shunaqa og'riq ham stressni kuchaytiradi. Mana shunaqa halqa bo'lib davom etaveradi va bu sistema ham xuddi shunaqa halqa bo'lib davom etadi va shu sistemadagi istalgan kasallikni shu o'q bilan bog'lash mumkin.
biri ikkinchisiga bog'lanib ketadi har doim. Bu anatomik tuzilishni o'zi ham bizga ma'lumot beradiki, demak bosh miya bilan o'zi umuman asab tizimi, nerv tizimi bilan reproduktiv tizim to'g'ridan to'g'ri bir-biri bilan bog'liq. Lekin endi shu yerda yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Bizada mana Ikkinchi jahon urushi bo'lgan paytda ayollarimizni, turmush o'rtoqlarim ko'pchilik urushga ketgan paytda deyarli juda katta qismida amenorreya, ya'ni hayzni to'xtash holati yuz bergan. Bu biz shunda biz aytamizki, nafaqat gipotalamus, balki undan oldinda turadigan bosh miya po'stlog'i ham ahamiyatga ega deymiz. Shu haqida ozgina fikrlaringizni aytsangiz, yana ham aniq bo'ladi. Bu oliy nerv sistemasi hisoblanadi. Boya aytib o'tganimizni fikrlashimiz, xotira, diqqat, ya'ni kognitiv funksiyalarimizni boshqarib beradi va o'sha yerda bizani ruhiy omillar ishtirok etadi. Masalan, aynan urush davrida ayollarda xuddi shunaqa bo'lgan, amenorreya yuzaga kelgan, ya'ni hayz ko'rmaslik. Nima uchun bunaqa bo'lgan? Ular yosh bo'lgan, aktiv bo'lgan, juda ham jismoniy faol bo'lgan. U vaqtda tug'ruqlar soni ko'p bo'lgan. Ya'ni bunaqa faktorlar, masalan, unda olib qaraganda organik mahsulotlardan foydalanish, ekologiya hozirga nisbatan yaxshiroq bo'lgan va hokazo. Lekin juda kuchli stress bo'lgan. Ular har soniyada stress yashagan va har soniyada o'sha qora xat kelishi mumkin degan gumon bilan, xavf bilan yashashgan va bu narsa aynan oliy nerv faoliyatini shunaqa holatga keltirganki, bu kuchli surunkali stressga olib kelgan. Va surunkali stress mana davomida gaplashamiz, o'sha hamma protsessni orqaga qaytargan. O'zi bu sizlar ham ko'p kuzatasizlar, stress jinsiy gormonlarga juda kuchli ta'sir qiladi. Ya'ni ozgina stress ham masalan hayz kunlarini o'zgartirib yuborishi mumkin, orasini uzaytirishi mumkin va hokazo. Ya'ni bu juda eng sezgir bizning gormonlarimiz bu jinsiy gormonlar hisoblanadi, stressga tashqi ta'sirotga. Shuning uchun ham shu ayollarda shunaqa holat yuzaga kelgan. Hozir endi urush holatlari bo'lmasa ham, lekin boshqacha stressli holatlar juda ham ko'p. Ular ham hammasi xuddi shunaqa holatga olib kelgan. O'zim tajribamda bunaqa bemorlar juda ham ko'p. Biz podkast davomida stressga alohida to'xtalamiz, chunki bu bizning og'riqli nuqtamiz hisoblanadi hozirgi paytda. Afsuski, o'sha aynan ko'z bilan ko'rib, quloq bilan eshitib bo'lmaydigan deymiz, moddiy deymiz, shunaqa holatlar bo'lmasa ham boshqacha shaklda, boshqacha ko'rinishda, lekin ta'siri jihatdan bir xil bo'lgan, o'sha urushga teng bo'lgan stresslar juda ham afsuski hayotimizda hozir ko'p uchraydi va bu albatta to'g'ridan to'g'ri ayollarning reproduktiv tizimiga, jumladan o'sha hayz siklining buzilishlariga ham olib kelmoqda. Bunga alohida to'xtalib o'tamiz. Hozir siz aynan o'zingizdagi klinik keyslarga asoslangan holatda, tajribangizga asoslangan holatlarda so'ramoqchi bo'lganim, nevrologik kasallik bepushtlikka olib keladimi? Agar olib kelsa, qaysi kasalliklar va siz tajribangizda bunday holatlar bo'lganmi? Albatta, nevrologik kasallik bepushtlikka olib kelishi mumkin. Tajribamda ham juda ham ko'p holatlar bo'lgan. Hatto men yaqinda shunaqa stories qo'ydim. Juda ko'p bemorlarda mayda davolangandan keyin homilador yuzaga kelgan, lekin biz umuman homiladorlik bo'yicha ishlamaganmiz, ya'ni homilador bo'lsin deb ishlanmagan, nevrologik kasallik davolangan va homilador yuzaga kelgan. Ular minnatdorchilik yozishgan, otziv yozishganini men qo'yganimda, menga har doim shunaqa xabarlar keladi. Bizda ham 4 yildan beri, 5 yildan beri bepushtlik bor, biz ham boraylik, ko'rinaylik va hokazo. Yo'q, homiladorlik bo'yicha albatta reproduktorolog bilan ishlash kerak, lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa, demak, bu amaliyotda ham o'zini ifodasini topmoqda. Ya'ni rostdan ham nevrologik muammolar bilan bepushtlik o'zaro bog'liqligi amaliy jihatdan ham o'z isbotini topgan. Ko'p kasalliklar bepushtlikka olib kelishi mumkin. Aynan nevrologiyada yuzaga keladigan kasalliklardan birinchi o'rinda men autoimmun kasalliklarni aytgan bo'lardim. Bu stress, insomniya, uyqu buzilishidan tashqari bo'lgan. Stress va uyqu buzilishi hali keyin to'xtalib o'tamiz dedingiz. Bu eng ko'p bepushtlik bilan bog'liq bo'lgan nevrologik omillar hisoblanadi. Bu juda ko'p uchraydi, katta foizlarda. Keyingi o'rinda bu autoimmun kasalliklar. Birinchidan autoimmun jarayonni o'zi bepushtlik bilan chambarchas bog'langan. Buni o'zingizlar sohilda juda ham yaxshi bilasizlar. Va nevrologiyada juda ko'p surunkali kasalliklar bor, autoimmun sabablar bo'yicha kechadigan. Masalan, tarqoq skleroz, miyosteniya va hokazo kasalliklar. Bular o'zi bevosita bog'liq, demak, bizani bepushtlik holatlarimiz bilan. Ikkinchi tarafdan autoimmun prosesda ichiladigan dorilar bor. Gormonal preparatlar va hokazo. Bu dorilarni o'zi ham bilvosita ta'sir qiladi bepushtlikka. Ya'ni ovulyatsiyaning buzilishiga, dismenoriyaga va hokazo holatlarga sabab bo'ladi yoki bolaning rivojlanishini
to'xtatishiga olib keladi, ya'ni homila bo'ladi, lekin rivojlanmay nobud bo'ladi va hokazo jarayonlarga. Demak, autoimmun kasalliklar ham bevosita ham bilvosita ta'sir qiladi. Bundan tashqari, epilepsiya kasalligi, tutqanoq kasalligi bizning aholimiz orasida ko'p uchraydi va bu juda ko'p savollarga sabab bo'ladi. Masalan, tutqanog'i bor ayolimi yoki turmush o'rtog'imda bor, bu bizning homilamizga ta'sir qiladimi yoki homilador bo'la oladimi va hokazo. Tutqanoq bilan kasallangan bemorlarni o'sha 4dan 1 qismi, 3dan 1 qismi deyiladi adabiyotlarda. Dismenoriya, ya'ni hayz buzilishi bilan aziyat chekadi ayollarda. Nimaga? Chunki ularning ichadigan dorilari shunaqa ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa shu valproatlar shunaqa toksik ta'sir ko'rsatadi va ularda demak ovulyatsiyani buzilishiga olib keladi. Bu endi albatta o'z navbatida homiladorlikka ta'sir qiladi. Yoki erkaklardagi ham xuddi shunaqa spermatogenezga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham homiladorlikka bu holatda juftlikdan qaysi biri yoki ikkalasi yoki bittasidan epilepsiya kuzatilsa va shu dorilarni qabul qilsa, demak biz ularni homiladorlikka tayyorlashimiz kerak. Bunda albatta reproduktolog, nevrolog bilan birgalikda ishlash kerak, ya'ni alohida emas, birgalikda ishlash kerak. Chunki demak antikonvulsant, ya'ni tutqanoqqa qarshi bo'lgan dorilar ichki organizmga ham ta'sir qiladi. Buni sizlar ham bilasizlar, ichaklarga, jigarga va hokazo. Ya'ni birgalikda ishlash kerak va homiladorlikni ham birgalikda olib borish kerak. Ya'ni bu dorini boshqa homila uchun xavfsizroq bo'lgan dori turiga o'zgartirish mumkin, dozasini to'g'irlash mumkin va hokazo. Buni individual ishlanadi har bitta bemor bilan. Shuning uchun bunaqa holatda biz birga olib borishimiz kerak. Yoki mana miyosteniya kasalligi, bu demak nerv sistemasini boya aytib o'tgan autoimmun kechadigan kasalligi va gravis degan turi bor. Shu turda o'zi odatda homilador bo'lish har doim tavsiya qilinmaydi. Chunki bu u jarayonni rivojlanishiga olib kelish, kasallikni rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki homiladorlikning ayniqsa birinchi 3 oyligida immunitet tabiiy ravishda tushadi. Ikkinchi tarafdan bularda ham ichiladigan dorilar bor. Ular ham xuddi shunaqa homila rivojlanishiga ta'sir qiladi. Men yaqinda o'zim bir patsiyentimda shunaqa holat yuzaga keldi. Ularda 2ta farzand bor va miyosteniya aniqlandi va juda ham tez kechayotgandi. Mandan boshqa vrachlar ham hozircha homilador bo'lishni rejalashtirmaslikni tavsiya qilishgan. Lekin Alloh irodasi homilador bo'lganlar va homila o'sha 3-4 oyligida rivojlanmay qolgan. Shundan keyin o'zlari ham tushunib yetdilar, hozir menda bu prosess to'xtatib turish kerak ekanligiga. Ya'ni shunaqa holatlar bo'lganda homilador bo'lmasin demaymiz, lekin buncha tayyorlanish kerak. Bu albatta tayyorgarlikni talab qiladigan holat. Tushunarli. Demak, agar ayolda nevrologik kasalliklar paydo bo'ladigan bo'lsa, demak ular shu nevrologik kasalliklarga tashxis qo'yilgandan keyin albatta reproduktolog va nevrologni hamkorlikdagi birgalikda olib borgandan keyin shu bemorni keyingina homiladorlikni rejalashtirish va 9 oy davomida antenatal parvarishda ham ikkita mutaxassis birgalikda olib borish kerak. Shu holatda bitta narsa aytmoqchiman, bu ham iltimos, ham yaxshi maslahat. Masalan, yaqinda Yaponiyalik olimlar shunaqa tadqiqot o'tkazishgan. Migreni bor ayollarni ma'lum bir foizi homilador bo'lish va farzand ko'rishni xohlashmagan. Nimaga? Chunki migren bilan kasallangan ayollarda bizning xalqimizda juda ham ajoyib gap bor. Masalan, nima kasallik? Biz turmushga chiqsang o'tib ketadi deganda. Migren ham jinsiy gormonlar bilan bog'liq kasallik. Shuning uchun ham turmushga chiqsang gormonlar o'zgaradi va sen yaxshi bo'ladi degan. Lekin homiladorlik va emiziklilik davri, ya'ni farzandli bo'lish migrenni kuchaytirgan holatlari aniqlangan. Shuning uchun ham ma'lum bir foiz ayollar men bunaqa og'riq bilan qiynalib yashagandan ko'ra farzandsiz o'taman degan qarorga kelishgan. Men bu bilan migreni bor bemorlar homilador bo'lmasin va tug'masin demoqchi emasman, lekin migrenli bemorlar, demak homilador bo'lmoqchiman, unga tayyorlanish kerak. Migrenning o'z profilaktik davosi bor. Shu davosini qo'llash kerak. Bundan tashqari istalgan nevrologik yoki umuman boshqa sohadagi kasallik bo'lmasin. Ya'ni bizda odatda hozir endi shakllanyapti qanaqa homilador bo'lmoqchi va ginekolog, reproduktolog bilan tayyorlanadi. Bu albatta yaxshi, lekin boshqa surunkali kasalliklar bor bo'lgan bemorlar albatta unga ham tayyorlanish kerak.
Masalan, menga bitta bemor keldilar. Ularda bel umurtqalari disklararo churrasi bor. Grijet deydi xalqimizning tilida. Homilador bo'lganlar va bola o'sgani sari bu og'riqlar kuchayib borgan. Ayolga aytdilar, men bolam olib tashlamoqchiman. Chunki men bunaqa og'riqqa chidab yurmoqchi emasman. Turmush o'rtoqlari xohlamayaptilar. Aytmoqchimanki, juda kichkina ko'ringan narsalar ham homiladorlik vaqtida yuzaga chiqadi. Aytishadi-ku ayollar, hayotimda bo'lmagan kasallik bo'ldim deb. O'sha narsalar просто berkinayotgan bo'lib yuzaga chiqadi. Shuning uchun har qanaqa kasallik bo'lsin, bu nevrologikmi, boshqami, har doim homiladorlikdan oldin o'shani remissiya holatiga tushirib olish kerak. Ya'ni hech qanaqa bezovta qilmaydigan holatga. Keyin homilador bo'lsa, homiladorligi tinch o'tadi, o'zida ham, bolada ham. O'zinglar ham kuzatgan bo'lsanglar, homiladorlik yaxshi o'tgan onalarning bolalari ham sokin bo'ladi, anaqa ko'p kasal bo'lmaydi, hammasi chiroyli kechadi. Shuning uchun yaxshisi tayyorlanish kerak. Bu tavakkaliga qolish kerak emas, tayyorlanish kerak. Shunda hammasi yaxshi o'tadi, xudo xohlasa. Shuncha biz aytamizki, homiladorlik bu tasodifiy holat bo'lishi kerak emas, balki u tayyorgarlikni, ya'ni ongli tayyorgarlikni talab qiladigan bir jarayon hisoblanadi. Va shu yerda bir sizni fikrlaringizni xulosa qilib aniqroq bir tushunishlari uchun aytib o'tmoqchiman. Demak, bizning xalqimizda bu yana o'sish aslida o'sayotganini belgisi. Homiladorlikka tayyorlanishdan oldin reproduktologga yoki ginekologga kelishadi va tayyorgarlik ko'rishadi. Lekin agar buni yana ham bir juda qanaqa deymiz, ongli yoki mukammal qilish uchun u nafaqat jinsiy a'zolarini, balki butun bir tanasini homiladorlikka tayyorlashi kerak va jumladan ginekologik kasalliklardan tashqari boshqa somatik har qanday kasallik bo'ladigan bo'lsa, albatta bular bilan ham ishlab, o'sha tor mutaxassislarning ko'rigidan o'tib va ularning ham ruxsatidan keyin homiladorlikka kirishsa, homiladorlik ancha yaxshi o'tadi. O'zi aslida biz homiladorlikni kasallik demaymiz, aslida fiziologik deymiz. Lekin afsuski oxirgi paytda fiziologik kechadigan homiladorlikni afsuski juda kam ko'ramiz. Agar siz aytgandek maslahatlarga amal qilinsa va shu demak ketma-ketlikda harakat qilinsa, aynan homiladorlik o'ylaymanki ayollarimiz fiziologik holatda o'tadi va ularga faqat quvonch keltiradigan bir jarayon bo'ladi. Siz boya aytgandek, migren kasalligi bilan kasallangan patsientlar homilador bo'lishni, ona bo'lishni xohlashmagan. Nimaga? Demak, ularda og'riq barobar homiladorlik, og'riq barobar bola emizish yoki bola tarbiyasi. Nimaga? Chunki ularda assotsiatsiya og'riq bilan, stress bilan bog'liq bo'lgan. Shuning uchun ham ular bu holatdan qochishgan. Va mana o'zimizning eng og'riqli nuqtamiz stressga yetib keldik. Stress bu o'zi nima? Va stress shunchalik insonlarni tanasida buzilishlarga, jumladan reproduktiv tizimida bir qancha kasalliklarning paydo bo'lishiga, bepushtlikka shunchalik sabab bo'layotgani, bu nimadan, buning mexanizmi qanday? Va hozirgi kunda juda ham urf bo'lgan so'zni eshitamiz, stress menejmenti, stress bilan ishlash kerak. Qanday ishlash kerak o'z stress bilan? Stress menejmenti deganda nimani tushunishimiz kerak? O'zi 21-asr nevrologlar stresslar asri deb ataydi. Mana hamma soha o'zini yo'nalish bo'yicha aytadigan bo'lsa, informatsion asr va hokazo. Nevrologlar stress asri deb ataydi. Ya'ni o'zi aslida stress degan so'zi bizada boshqacharoq namoyon bo'ladi, lekin asl ma'nosi stress bu organizmni turli ta'sirotlarga javob reaksiyasi. Ya'ni har qanaqa ta'sirotga biz reaksiya qilishimiz mumkin. Lekin bizda bu reaksiyalarni buzilishi yuzaga keladi. Ya'ni birorta prosesga biz stress bilan javob beramiz. Men doim tushuntiraman kasallikni, men hech nimani reaksiya qilmaydigan qilib bering deb kelishadi. Men aytaman, bir inson sizni misol uchun ursa, siz unga kulib javob bersangiz yoki umuman e'tibor bermasangiz, bu ham norma emas. Bu ham patologiya. Lekin aksincha urganga misol uchun o'ldirib qo'ysangiz, bu ham patologiya. Biz normal reaksiya qilishni ta'minlashimiz kerak. Stress tashqi ta'sirotlardan hech qaysi vrach ham, hech qaysi bemor ham o'zini himoya qila olmaydi, chunki bu har doim bizga bog'liq bo'lmagan holat. Lekin bizni o'sha holatga reaksiyamizni normallashtirish mumkin. Bu har doim birgalikda ishlanadigan proses, ya'ni bu yerda gormonal o'zgarish bo'lgani uchun bu endokrinologik, ginekologik tarafdan ham ahamiyatga ega. Chunki bilamiz, mana hayz davri bilan bog'liq ayollarning ruhiyati juda ham o'zgaradi har bitta fazasida. O'zi umuman erkaklarda 24 soat davomida gormonal o'zgarish bo'ladi va erkaklarni unga reaksiyasi 24 soatlik, ya'ni kunlik reaksiya bo'ladi. Ayollarda bo'lsa oylik sikl.
Ya'ni ayollar bilan oyni bog'liqligi bor. Mana oy misol uchun biz hozir quyosh kalendari bo'yicha yashaymiz. Oy kalendari bo'yicha bo'ladigan bo'lsa 28-29 kun bo'ladi, to'g'rimi? Bir oy 29 kunni olib qaraydigan bo'lsak, xuddi shu oy yangi chiqishi, to'lishi va hokazo protseslar bilan ayolni ruhiyatidagi o'zgarishlar shunaqa. Shuning uchun bir yaxshi kayfiyatda bo'lib qolishi mumkin, bir yomon kayfiyatda va hokazo. Erkaklarga o'xshab kunlik o'zgarmaydi. Erkakda bir kun, ayollarda bir oy deb oladigan bo'lsak, demak bu bunga ham bog'liqligini bildiradi. Va albatta hozirgi jamiyat, hozirgi zamonaviy qarashlar ayollarga jamiyatdagi berilayotgan katta o'rinlar va hokazo hammasi stressga olib keladi. Chunki baribir fitratga qaraladigan bo'lsa, ayollar sokinlikka moslik, ya'ni shu uyda o'tirish, tashqi tarafdagi turli ta'sirotlardan himoyalanishga moslashgan. Lekin biz jamiyatga hozir juda shiddatli kirib kelyapmiz. Shuning uchun baribir bizda stresslar bo'lishi tabiiy. Erkaklarda ham xuddi shunaqa. Va stresslar juda ham kuchaygan sari, demak, kortizol ishlab chiqarish ko'payib boradi. Oddiy qilib aytganda, o'zi kortizol stress gormoni, unga bir yomon narsadek qarashadi. Yo'q, bu yomon emas. Bizani qisqa stresslarda himoyalaydi. Masalan, bitta qanaqa bizga xavf kelyapti, biz tez qochamiz, yuguramiz, undan himoyalanamiz. Ham bizning o'zi himoyachi vazifamizni bajaradi. Lekin men doim aytaman, o'sha misol uchun kuch o'qilayotgan bo'lsa, siz qochasiz, o'zi odatda siz unaqa tez yugura olmasligingiz mumkin. Lekin o'sha vaqt himoyalanish uchun tez yugurasiz, yurak tez uradi, tez harakatlanadi, qon bosimi oshadi va hokazo. Lekin tasavvur qiling, shu kuch sizni oylab, yillab qo'llab yuribdi. Unda juda kuchli charchoq bo'ladi. Va shunaqa narsaki, sizga o'sha yugurishingizga ba'zi yaratib beraman, ya'ni sizda kortizolingizni ta'minlab beraman deb boshqa atrofdagi kerakli bo'lgan moddalar ham yoqiladi o'sha sizga energiya hosil qilib berish uchun. Mana shu yerda muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Va shu yerda bizada aynan bepushtlik bilan ham bog'liqlik yuzaga keladi. Stresslar har doim bizada oksidativ stressga olib keladi. Bu ma'lum va bu tuxum hujayraga ta'sir qiladi. Chunki tuxum hujayralarining rivojlanishida bu narsa oksidativ stress orqaga qarab olib keladi. Bundan tashqari boya aytib o'tdik, bu stress agar surunkali, bu hammasi surunkali haqida gap ketyapti. Surunkali davom etadigan bo'lsa, demak, bizning tuxum hujayralarimiz sifati ham pasayib ketadi. Bu erkaklarda ham urug' hujayrasi, ayollarda ham tuxum hujayrasi sifati pasayadi. Bundan tashqari mana progesteronni hosil bo'lsa, pregnenolonning ahamiyati yuzaga juda ham muhim. Va bu kortizol o'zi ishlab chiqarish uchun pregnenolonni o'ziga baza sifatida foydalanadi. Ya'ni misol uchun yonilg'i sifatida foydalanadi. Qurilish materiali sifatida. Bu degani uni kortizol qilib yoqib qo'ygandan keyin bu yerda bunga hosil bo'lmay qoladi va o'sha implantatsiya va hokazo jarayonlar yuzaga kelishni boshlaydi. Yoki prolaktinni oshib ketishiga olib keladi. Giperprolaktinemiya. Buni bilasiz, bu nafaqat shu bosh og'rig'i, xotira, diqqatli va hokazo odamda kayfiyatdagi o'zgarishlardan tashqari, bu homiladorlikni ham orqaga suradigan holat hisoblanadi. Bu endi biz ko'proq ayollardagi gormonal o'zgarishlarga aytyapmiz, lekin erkaklarda ham xuddi shunaqa proseslar davom etadi. Va surunkali stress bilan bo'lgan erkaklarda urug' sifati pasayib ketadi. Bu hatto DNK darajada ta'sir qiladigan omil. Ya'ni hosil bo'lganda ham sifatsiz hujayralar hosil bo'ladi. Shuning uchun bu holatni biza yengillashtirishimiz kerak. Ya'ni stresslardan himoyalanish kerak. Bu faqatgina hozir biz bepusht haqida gaplashyapmiz, lekin butun organizmga bu narsa ta'sir qiladi. Menda bitta shunaqa klinik holat bo'lgan. Bir ayol kelganlar, ularda birlamchi bepushtlik 4-4,5 yildan beri homiladorlik bo'lmagan. Va o'sha homilador bo'lmagani hisobiga oilasida muammolar kelib chiqqan, janjallar va hokazo, tushkunlikka tushib qolgan, asabiy bo'lib qolgan va aynan shunga davolanish uchun kelgan. Biza faqat birinchi bosqich davo qilganmiz. Ya'ni bu yerda unaqa preventiv yondashuv va integrativ yondashuv ham bo'lmagan. Birinchi etapda biz ayolni ruhiy holatini normallashtirishimiz kerak edi. Chunki juda ham tushkunlikda edi. Taxminan 1-2 oylik davo rejasi tuzilgan. Dorilarni ichib uyda yuraveradi.
Va menga yozayotdilar. Men o'sha 4-4,5 yilda hech qachon homilador bo'lmaganman va juda ham ko'p reproduktologlar, ginekologlarda mana sizlarga ham aytishsa kerak, hamma yoqga borib keldim deb. O'sha hamma yoqga bormagan joyim, hamma joyga borib kelganman, boshqa qilganman, lekin hech qachon menda homiladorlik bo'lmagan. Lekin shu dorilarni oldim, shu 1-2 oy ichganimning o'zida menda homiladorlik yuzaga kelgan. Bunaqa holatlar juda ham ko'p. Mana yaqinda ham bir Turkiyada yashaydigan o'zimizning hamkasbimiz keldilar. Ular ham bo'lajak ginekologlar keldilar. Ularda ham shunaqa kuchli asabiylik, uyqu buzilishi va hokazolar kelib chiqqan. Dorilarni endi ular o'sha holat uchun kelganlar, homilador bo'lish uchun emas. Biza check-up qildik, hammasini yozdik, reja va hokazo. Men bosqichma-bosqich qilib yozib berdim. Hamma dorilarni sotib olib ketdi Turkiyaga. Menga yozadi bir oydan keyin men homilador bo'lib qoldim. Endi bu dorilarni qanchasini qanaqa ichishim kerak tartibini so'radi. Bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni insonni o'sha stresslardan himoyalangan o'zida-yo, xotirjamlikning o'zida-yo boyagi kortizol bilan ulanib ketayotgan hamma sikllar kesiladi-da, shuni hisobiga homilador bo'ladi. Shuning uchun ham bu holatda demak biz bilishimiz mumkin, stressdan himoyalanishimiz kerak. Endi stressdan qanaqa himoyalaymiz degan savol tug'ilishi mumkin. Bizda har doim aytishadi, uy sharoitida nima qiling, uy sharoitida nima qiling deb o'sha layfhakda. Birinchisi men har doim aytaman, ertalab turganda 10 minut dam berish, tinchlik holati. Ya'ni bu qanaqa? Hech nimani o'ylamay, tinchlik holat. Bizani hozir nima qilinadi? Ertalab budilnik qo'yiladi. Budilnik olgan vaqtida qanaqadir unga xabarlar kelgan bo'ladi. Bo'ldi, kirib ketdi ijtimoiy tarmoqlarga. Nimadir bo'ldi. Shu 10-15 minut shu bilan yotib ko'radi, keyin turib ishlarini qilib ketadi. Aksincha shu vaqtda 10 daqiqa tinchlik berish kerak. Bu o'sha odam o'sha vaqtda alfa holatiga tushadi. Ya'ni qanaqa? Ertalab turganda o'z tabiiy kortizol baland bo'ladi. Tabiatan, chunki bizani turg'izish kerak. Bu degani simpatik nerv sistemamiz faol degani. Endi biz uni parasimpatik bilan neytrallashimiz kerak. Ya'ni o'sha yurakga tez urishi va hokazo o'sha kortizol yuqori bo'lganida ozgina vahima qo'rquvlari bo'lishi va hokazo bo'lishi biz normallashtirishimiz kerak. 10 daqiqa dam berganda mana shu jarayonlar sekin simpatik parasimpatik bilan neytrallanib boradi. Simpatik va parasimpatik nerv sistemi bir-biriga qarama-qarshi ishlaydi. Buni bilamiz. Bu normallashib boshlaydi va buni natijasi sizda kortizol miqdori ancha foizga kamayadi. Va buni natijasi bemorlar keyin kun davomida hayotini davom ettirishi mumkin. Yoki kunlikda o'tkir stresslar paydo bo'lib qoladi. Chiqdi ko'chada qanaqadir muammo, ishida qanaqadir muammo va hokazo. Bunaqada 4-7-8 degan metod bor. Ya'ni 4 sekund nafas oladi, 7 sekund ushlab turadi, 8 sekund sekin chiqaradi. Yoki diafragma nafas olish, bu ham xuddi shunaqa nervus vagusga ta'sir qiladi. Shuni hisobiga nervus vagus aktivlashtirganimiz hisobiga demak bizani kortizolimiz pasayadi. Va bundan tashqari albatta hozir hammada gadjetlar, smartfonlar, hamma kompyuter bilan ishlaydi. Bu degani bizda ko'k nurli bular hammasi stress jarayonlarini stimullaydi va hozir uyquga o'tsa bu melatoninga ham ta'sir qiladi. O'shaning uchun bizda maksimal harakat qilishimiz kerak. Agar shunaqa ishlaydigan bo'lsak, ulardan himoyalovchi vositalar bor. Shulardan foydalanishimiz kerak. Va sizlar ham ko'p tavsiya qilasizlar, yurish, jismoniy aktivlik, chunki ruhan zo'riqqanda jismoniy bizga shunaqaki ruhiy zo'riqishimiz, aqliy zo'riqishimiz uchun alohida energiya beriladi, jismoniy zo'riqishimiz uchun alohida. Biz faqat ruhiy yoki aqliy zo'riqib yursak, jismoniyimiz uchun energiya sarflamasak, bu balans buzilib ketaveradi. Shuning uchun jismoniy bilan ruhiyni har doim normalashtirish kerak. Shuning uchun shunaqa jismonan faol bo'lmani aytishadi-yu, men jahlimni yoki siqilishlarimni jismoniy mehnat bilan bosaman deb. Xuddi shunaqa ikkita energiya bir-biri bilan balans bo'lgandan keyin odamda normallashish bo'ladi, neytrallash. Endi lifehacklar juda ham ko'p. Balki shu podkast kommentariyasiga yaxshi komment yozgan ishtirokchilar aytsangiz, ularga 7 kunlik kortizolni kamaytirish metodlarini yuborishimiz mumkin. Juda ham yaxshi bo'ladi. Sovg'a tariqasida. Yaxshi komment yozganlar. Yoki qanaqadir savoli
Ha. juda muhim bo'lgan savol. Ya'ni buni tushunib, insaytlari bilan insaytlari bilan bo'lishgan bo'lishsa. kuzatuvchilarga shunaqa yuborishimiz mumkin. Aytmoqchimanki, ya'ni dori-darmonsiz ham buni normalashtirish mumkin. O'zi aynan kortizol, faqat kortizol yo'q qiladi, yaxshi qiladi degan aynan bitta dori yo'qda. Hammasini o'sha bir-biri bilan bog'liq. O'shaning uchun biz tayyor ularga rejani yuborishimiz mumkin. Juda ham yaxshi. Aslida eshitganda juda oddiy tuyulishi mumkin, lekin aslida shunaqa kichkina va juda oddiy narsalardan juda katta narsalar sodir bo'ladi va katta natijalarga insonlar erishadi. Va albatta biz ham har doim ish faoliyatini so'raymiz. Qayerda ishlaysiz, nechida uxlaysiz, stresslimi, o'tiradigan ofis sharoitida ishlaysizmi va hokazo savollarni beramiz. Nima uchun? Shu stress darajasini, zaharlanish darajasini aniqlash uchun. Albatta biz aytamiz, masalan, ishingizdan keting yoki umuman telefonsiz hayot kechiring yoki stresslardan umuman qoching deylik. Agar insonlar bilan munosabatda stress bo'layotgan bo'lsa, u insonlardan uzoqlashing. Biz bunaqa deya olmaymiz. Biz shu holatda, shu muhitda, shu gadjetlarning olamida, shu nima desam bo'ladi, muammoli munosabatlarning ichida ham aynan stressdan qutuladigan, stressdan neytral holatda reaksiya qiladigan holatga o'tishiga yordam berishimiz kerak. Juda ham yaxshi bo'lardi unda bizni kuzatayotgan yoki bizni eshitayotgan insonlardan kutib qolamiz yaxshi kommentariyalar, insaytlar va qiziqarli savollar va shularning ichidan ajratib olib sizlarga mana shu maxsus 7 kunlik rejani yuboramiz. O'z-o'zidan stress deganda uni sherigi bor, o'rtog'i bor, bu uyquni buzilishi. Bizlarning o'z klinikamizda tashrif buyurgan shu juftliklarda maxsus anketa orqali o'tishadi. Anketada shunaqa savol bor: nechida uxlaysiz? Deyarli 90% soat 12 dan keyingi soatni ko'rsatishadi. Juda kam holat. Hattoki hozirgi paytda men uchun 10 deyishsa, bu qanaqadir bir noodatiy, bir hayron bo'ladigan holatga tushib qoldik. Nahotki 10 da uxlaysizmi deb qayta so'raydigan. Xuddiki biz u aldayotgandek go'yo. Bir juda defisit holat bo'lib qoldi. Ya'ni qizil kitobga kiradigan holat bo'lib qoldi. Nimaga bunaqa bo'lib qoldi o'zi? Odamlar kech uxlaydigan bo'lib qoldi va nima uchun kech uxlash umuman uyquni buzilishi bizni salomatligimizga, jumladan reproduktiv salomatligimizga ta'sir qiladi. Uyqu buzilishi hozir rostdan ham juda ham ko'p uchraydi. Shaxsan o'zi bemorlarimda ham xuddi shunaqa so'rovnoma bo'ladi va soat nechida uxlashi, nechida uyg'onishini so'rayman, chunki uxlash vaqti, aynan soat nechida uxlashi va qancha vaqt uxlash davomiyligi ahamiyatga ega. Aynan bepushtlikda ham bu juda ham ko'p tadqiqotlar o'tkazilgan. Va bu narsani so'rayman. Endi bu nevrologik jihatdan ahamiyatli. Lekin ko'pchilik shu uyqu jarayonini faqat o'sha melatoninni uyqu bilan bog'lab qo'yadi. Lekin melatoninni, ya'ni uyqu gormonini bepushtlik, reproduktologiya bilan ham juda o'ziga bog'liq. Shuning uchun ham albatta bu bemorlardan so'rayman. Masalan, meni o'zimning tajribamda ko'p tungi navbatchida turadigan erkaklarda bepushtlik kuzatilgan, misol uchun. Yoki mana xo'jayini kech keladilar, butun oila kech uxlashadi. Unaqalarda juda ham ko'p bepushtlik holatlari yuzaga kelgan. Birlamchi, ikkilamchi va hokazo. O'zi umuman insonlar mana biza hali rivojlanmagan davrda mana kun yorug' bo'ldi, bu biologik soat deyiladi. Biz uyg'onamiz, faol bo'lamiz. Kun qorong'i bo'ldi, uxlaymiz. Bizada baribir biz biologik mavjudotmiz, biologik soatimiz doim shunaqa ishlaydi. Endi hozir nima bo'ldi? Hamma joyda chiroqlar bor, hamma joyda yorug'lik bor va hokazo. Bundan tashqari mana smartfonlar. Kechqurun hamma ish chiqib, yotib, telefonni ochib, o'sha ishlarni qilinadi va telefon albatta yorug'lik tarqatadi o'zidan. Shuni hisobiga bizda o'zi biologik har doim normal shu vaqtda normal uxlash kerak, normal turish kerak. Chunki mana boya aytganimdek ertalab turganda mana kortizol yuqori bo'ladi, turib ketdi odam, kun davomida faol bo'ldi, kechqurun o'sha 9-10 larda melatonin pik darajaga chiqadi va tabiiy uxlaydi. Bu normal holda shunaqa bo'lishi kerak. Endi uxlamaydigan odamlar o'sha 9:30, 10, 10:30 hamada endi har xil melatonin pikka chiqqan vaqtda o'tkazib yuboradi. Lekin o'tirib gaplashsangiz aytadi, ha, rostdan ham shu 10 larda bir uyqum keladi dedi-ki, u ishimni qilib, bu ishimni qilib, shu bilan uyqum o'chib ketadi. Shu bilan uyqusi o'chadi va melatonin tushgandan keyin o'rniga kortizol chiqishni boshlaydi. Chunki u o'ylaydiki, xavf bor.
uxlamayapti, mani egam uxlamayapti, demak qanaqadir xavf bor deb o'ylaydi va bizani xavfdan himoya qilish uchun kortizol ko'tarilishni boshlaydi. Bular bir-biriga qarama-qarshi ishlagani uchun kortizol ko'tarilganiga melatonin tushishni boshlaydi va odam tabiiy uyqusi kelmaydi. Keyin o'sha 11, 12, 1da yotgan bilan u yoqqa o'giriladi, bu yoqqa o'giriladi, uxlolmaydi. Uxlolmayman degan shikoyatlar bilan keladi. Demak, melatonin bizada faqat uyqu gormoni deb qaraladi, lekin bu reproduktiv jarayonimizga ham juda ham kuchli ta'sir qilgan gormon hisoblanadi. Birinchidan, melatoninni o'sha follikulyar suyuqlikda ko'p miqdorda aniqlangan. Bu sizlarga ma'lum. Demak, bu jarayon follikularni yetilishiga ta'sir ko'rsatishini anglatadi. Bundan tashqari, biz har doim normal uxlaganimizda nima uchun uyqu bo'lishi kerak? Ya'ni miyadagi kerakmas toksik moddalarni chiqazib yuborish, ya'ni o'zini o'zi tozalash amaliyotini bajarish kerak. Buning uchun albatta uyqu normal bo'lishi kerak va bu jarayonda demak, agar toksik taassurotlardan himoyalanmasa, chiqib ketmasa, organizmda qolsa, demak bu boyagi xuddi nerv sistemamizning ta'siri bilan ketma-ket kechadi. Bundan tashqari, bizani oksidativ stress mitoxondriyalarga ta'sir qiladi, aynan tuxum hujayralariga yoki urug' hujayralariga va bu jarayon demak bizani tuxum va urug' hujayralarimiz hosil bo'lishini buzadi, to'sadi. Bundan tashqari, lyutelovchi fazamiz bor. Shu fazamizda progesteronni barqarorlashtirish vazifasini bajaradi. Demak, bizada melatoninni miqdori past bo'lgan ayol bo'lsa, bu tuxum hujayra hosil bo'lsa ham yoki urug' hujayra hosil bo'lsa, demak sifati pastligini bildiradi. Masalan, sizlarda o'sha eko amaliyoti amalga oshirilganda tuxum yoki urug' hujayra sifati pastligi aniqlanadi. Misol uchun, nima uchun past ekan deb ko'rib chiqasizlar. Shu protokolga menimcha melatoninni ham tekshirsanglar kerak. Ya'ni past bo'lsa, demak bu shuni hisobiga ham sifati yomonlashayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni buni ham ko'rib chiqish kerak. Bunaqa holatlarda albatta biz melatonin bilan terapiya o'tkaziladi, lekin bu individual dozasi va hokazo aniqlanadi. Lekin buni o'sha boya aytganimizdagi to'g'ri rejim bilan joyiga keltirish mumkin. Unaqa holat albatta dori-darmon bilan qilinadi, qolgan holatlarda biz normallashtirishimiz mumkin. Va bundan tashqari, uyqu normal bo'lmagandan keyin albatta stress kuchayadi. Boyagi ikkinchi faza bilan ulanib ketadi. Ya'ni kortizol bilan bog'lanib ketadi. Bizada har doim misol uchun stresslar ko'pmi hayotingizda deb savol bersak, yo'q deyishadi. Ya'ni o'ylashadiki, stress faqat urush, janjal, baqir-chaqir shunaqa. Lekin vaqtida uxlamaslik ham stress, hatto vaqtida ovqatlanmaslik stress yoki doim shoshib yurish stress. Masalan, ertalab ishga vaqtida borishim kerak deb shoshadi va hokazo yoki ishdan chiqib har doim juda vaqti tig'iz bo'lgan odamlarda yoki bo'lmasam ish jarayonida qanaqadir qattiqqo'l boshliq yoki men o'qishi qiyin bo'lishi mumkin. Bundan siqilmayapti, bundan xafa emas, bu uni asabiylashtirmaydi, lekin stressor faktor hisoblanadi. Ya'ni hammasini ko'rib chiqish kerak. Keyin bitta-bitta shunaqa savol bersa, ha, to'g'ri, bunaqa deydi. Eng asosiysi shu vaqtda uxlamaslik. Va vaqtda uxlamaslikka odatda unaqa juda jiddiy qarashmaydi. Masalan, dietaga yaxshi qarashligi mumkin, lekin vaqtida uxlashga uni qaramaydi. Meni yaqinda bitta bemorim keldi. Bularda bir necha oy oldin yuz nervi nevriti bo'lgan, ya'ni yuzda asimetriya, yuz qiyshayib qolish kuzatilgan erkak kishi. Ularga aynan shu kasallik bilan bog'liq dieta rejim yozib berganman. Keyin o'rtada keldilar, qayta ko'rikka kelganlarida aytdilarki, men 17 kiloga ozdim dedilar. Men hech qachon shuncha dietalar qilib, boshqalar qilganim, lekin bunaqa ozmagan edim. Sportlar bilan shug'ullanib boshqa 17 kilo ozdim, zo'r ozdim, rahmat dedilar. Ma'lum bir vaqtdan keyin yana qayta ko'rikka kelishlari kerak. Kelganlarida, mana yaqinda kelganlarida aytadilar, men o'sha ozgan anaqamda vaznimda qotib qoldim. Ya'ni semirmayapman ham to'g'ri, lekin ozmayapman ham. Dietani xuddi siz aytganingizdek qilyapman. Hammasi yaxshi ketyapti, lekin o'zlari aytadi, tan olaman, men vaqtida uxlamayapman. Tan olaman, shunaqa vaqtda uxlamayapman, o'sha rejimni buzdim va hokazo. Ya'ni shuni o'zi vaqtda uxlamaslik, demak, bularda tana vaznini tushmasligiga olib kelgan. Oddiy misol. Endi bu xuddi shunaqa insonni reproduktiv faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Va bu narsalar qanchalik rivojlangan sari bu bir kun emas, 2 kun emas, oylab, yillab shunaqa vaqtda uxlamaslik va bu narsa ular uchun normal holatga aylanib qoladi. Har kuni
odatda 10da to есть 12da uxlaymiz, 1da uxlaymiz, 2da uxlaymiz. Bu rivojlangan sari hamma gormonal fonlar o'zgarib ketishni boshlaydi va bizada o'zi mana shu protsessni to'g'irlashimizni o'zida odamda agar masalan bepushtlik holatini aytadigan bo'lsak, homilador bo'lish holatlari juda ham ko'p uchraydi. Shuning uchun ham uyquni rejimini joylikka keltirish bu juda muhim. Buni shunchaki vaqt uxlash kerak ekan, boshqa degan narsalarga oddiy qarash kerak emas. Ikkinchi tarafdan nafaqat o'sha soat 10-10:30da uxlash, bu endi melatonin bilan kortizol sintezi bilan bog'liq. Ikkinchi tarafdan ma'lum bir vaqt uxlash ham ahamiyatli. Masalan, 6 soat. Oxirgi tadqiqotlarda aynan 6 soat deb belgilangan. 6 soatdan kam bo'lmagan uyqu bo'lishi kerak. Kimdadir 7 soat, kimdadir 8 soat, lekin eng minimal vaqti 6 soat bo'lishi kerak. Shu 6 soatda masalan 10da uxlasa 4gacha unaqa juda ko'p turmasdan uxlaydi va shunaqa vaqtda aynan bepushtlik holatlari yaxshilanganligi ko'rsatilgan tadqiqotlarda. Shuning uchun bemorlarga nafaqat shu 10da uxlashi, balki uzluksiz 6 soat uxlashi ham tavsiya qilishimiz kerak. O'zi aslida bitta uyquni sikli ham o'zi 1,5 soat davom etadi. Shunda 6 soat bu eng yaxshi deb o'ylayman, oltin o'rtalik deb o'ylayman, chunki to'liq bitta sikl yopiladi. Ya'ni 4-sikl to'liq yopiladi. Shunda sikllar chala ham bo'lib qolmaydi, to'ygalik hissi bo'ladi. 90 minut mexanizmi bor. Shu 1,5 soatga to'g'ri keladi. Shunga to'g'ri keladi. O'shanda 6 soat eng to'g'risi deb o'ylayman. Buni tadqiqotlar ham mana isbotlab kelyapti. Melatonin haqida ham to'xtab o'tmoqchi edim. Bizda aynan mana shu sifat, ya'ni nafaqat soni tuxum hujayrani. Endi biz buni tabiiy homiladorlikda bila olmaymiz, chunki ichkarida bo'lgan jarayon. Eko jarayoni biz ko'p narsaga taxmin qilishimizga, o'ylashimizga sabab bo'ladi. Ya'ni biz tashqarida ko'ramiz. O'sha tuxum hujayrani sifatini ko'rganimizda yoki spermatozoidlarning sifatini pastligini ko'rganimizda biz bilamiz, bu inson o'sha hayotida stresslarga boyligi va kech uxlash yoki uyquni buzilishi holatlari borligi va albatta hozircha melatonin miqdorini biz tekshirmaymiz, lekin albatta o'sha olib borish protokolimizda eko protokolga melatoninni qo'shamiz. Bu degani albatta shifokor nazoratisiz hujayramiz sifati past ekan melatonin qo'shishim kerak degan fikr uyg'otmasin. Buni albatta vrach nazorati ostida ma'lum bir tekshiruvlar, ma'lum bir klinik belgilarni hisobga olgan holatda beriladi, tavsiya qilinadi. Melatonin juda ham shu jihatdan muhim ahamiyatga ega va kortizol gormoni ham. Va stressga qo'shimcha qilib aytmoqchiman, stressda dopamin miqdori kamayadi. To'g'rimi? Va bu esa o'z-o'zidan prolaktinni oshiradi. Ba'zan qizlarimizda bittagina UZI qilishni o'zida biz follikulyar kistalarni ko'ramiz yoki persistensiya follikulov deydi, ya'ni follikular persistensiya, ya'ni ovulyatsiya bo'lmasdan o'sib ketgan. Buni ko'ramiz. Shunaqa paytda biz aytamiz, kech uxladingizmi? Yoki hayotda stressli vaziyatlar ko'paydimi? Qayerdan bilasiz? Qayerdan bildingiz? UZIda ko'rsa bo'ladimi buni deb savol berishadi. Yo'q, UZIda buni aynan stressingizni ko'ra olmaymiz, uxlamaganingizda. Lekin uni asoratini yoki uni olib kelgan holatini ko'rishimiz mumkin. Nimaga? Aynan prolaktin gormonidagi o'sha buzilish, uni yuqori bo'lishi, oshib ketishi anovulyatsiya holatiga, ya'ni ovulyatsiya bo'lmasligiga olib keladi. Anovulyatsiya bo'lmasligi esa o'z-o'zidan ikkinchi fazani bo'lmasligiga olib keladi, bu progesteron pastligiga olib keladi va o'z-o'zidan bepushtlikka olib keladi. Endi prolaktinni men aynan praktikamda hali buni ilmiy tadqiqotlar asosida tekshirilganini hali topmadim. Mani kuzatuvlarim shuni ko'rsatadiki, prolaktin gormonini ko'pincha biz tekshirganimizda norma chiqadi yoki normani yuqori chegarasi chiqadi. Mani nazarimda buni o'zini sirkadniy ritm deymiz-ku. Masalan, L-gani o'zini sirkadniy ritmi, FS-gani. Bu prolaktin ham shunaqa sirkadniy ritm bo'ladi. Shu ritm buziladi nazarimda. Faqat konsentratsiyasi, qondagi miqdori oshadi. Ritm buziladi va shuni hisobiga ham hattoki qonda normada chiqsa ham bu ayollarimizda anovulyatsiya holati bo'ladi. Va yana bitta narsani qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Bizi sohamizda sababi noaniq bepushtlik degan diagnoz bor. Ya'ni asosiy 4 ta katta ko'rsatkich bor. Bu erkakdagi spermatozoidlarning soni, ya'ni ular tabiiy homiladorlikka urug'lantirishga yetarli miqdori, ulardagi A va B kategoriyani foizi, morfologiyasi. Bular norma bo'lsa, demak biz erkaklik faktorini
istisno qildik. Ikkinchisi ayolga bog'liq bo'lgani bu bachadon naylarini o'tkazuvchanligi borligi, ovulyatsiyani har oyda, har siklda bo'layotgani va endometriyni implantatsiya, ya'ni homilani qabul qilib olish qobiliyatining borligi. Mana shularni biz agar hammasi normada ekanligini ko'rsak, aytamizki, sababi noaniq bo'lgan bepushtlik. Lekin doimo patsientlarga aytaman, aslida agar sababi bo'lmasa, bu homiladorlik bo'lmasligi mumkin emas. Sababi bor, faqat biz uni topa olmayapmiz. Sababi noaniq. Nima uchun unda menda homiladorlik bo'lmayapti? Nimaga bizda hammasini yaxshi deysizda, homiladorlik yo'q degan savol berishadi-da. Shunaqa paytlarda aynan mana shu bilvosita, ya'ni men aytgan sababi bu bevosita, to'g'ridan to'g'ri. Lekin bilvosita aylanma yo'llar bilan bepushtlikka olib keladigan holatlar bor va bu holatlardan eng ko'p hozirgi kunda biz to'qnash kelayotganimiz bu stress va uyquni buzilishi, kech uxlashlik va undan keyingi holatda biz endi bu nevrologik sabab emas, lekin zaharlanish holatlarini ham ko'p ko'ryapmiz. Bu bizni yashayotgan shaharimizdan tortib biz ishlayotgan joy va biz iste'mol qilayotgan taomlar, biz foydalanayotgan idish-tovoqlar va hattoki o'sha atir upalarimiz, kimyoviy vositalar, tozalovchi vositalarimiz va hokazolar. Bu ham juda ham muhim ahamiyatga Neyrotoksik ta'sir. Bu hatto neyrotoksik ham ta'sir qiladi, to'g'rimi? Albatta biz ham bemorda endi biz anamnez yig'amiz, ya'ni ma'lumotli. Shuni albatta so'raladi, nima ish qilasiz? Ba'zan nima sizga aloqasi bor degan, ayniqsa erkaklar shunaqa hayron reaksiya qilishadi. Endi biz ishingiz nima aloqasi bor? Lekin ish tartibi, qanaqa ishda ishlashi, hatto qanaqa joyda yashashi ham, masalan, toksik vositalardan foydalanadigan zavodlar, korxonalarning oldida yashasa ham havo orqali baribir yuqadi. Yoki masalan, mana salonlarda ishlaydigan, go'zal salonda ishlaydigan ayollar bor, laklardan foydalanadi va hokazo har xil kraskalardan foydalanadi. Bu mundoq qarasa xavfsizlik ko'rinadi, lekin ular bir kunda nechta ayol bilan shunaqa ishlaydi o'sha havoni o'zida. Yoki bo'lmasam o'sha fenlarni ovozi hisobiga juda shovqin joyda ishlashadi. Bu ham stressor faktor hisoblanadi. U bir kunda bir marta, ikki marta bo'lishi alohida mavzu. Har kuni bir nechta inson bilan shunaqa olib borishi alohida mavzu. Shuning uchun ham aytiladi, masalan, kasb ta'sir qiladi insonni hayot sifatiga va hokazo. U bekorga emas, chunki har kuni shu ish bilan shug'ullangandan keyin u narsa ta'sir qiladi. Shuning uchun bu narsalar hammasi neyrotoksik ta'sir ko'rsatadi. Bizda polineyropatiya degan kasallik bor, ya'ni bir nechta periferik nervlarning zararlanishi. Masalan, qo'llarda, oyoqlarda og'riqlar bo'ladi, sezgi buzilishlari bo'ladi. Mana aytishadi, mani oyog'imda chumol yurgandek bo'lyapti, lekin qarasam hech nima yo'q, shunaqa keladi. Va hokazo, mana shunaqa bemorlarda neyrotoksik ta'sir birinchi o'rinda turadi. O'sha alkogol, spirtli ichimlik ichish, tamaki mahsulotli chekish yoki turli xil dori vositalaridan foydalanish va aynan shunaqa toksik ta'sirli, masalan, bo'yoqchilik bilan shug'ullangan erkaklar bo'lishi mumkin yoki fermerlar bo'ladi, deb o'simliklarga turli dorilar sepadi yoki shunaqa sharoitda yashaydi yoki shunaqa sharoitda ishlaydi va hokazo. Bular shunaqa ta'sir ko'rsatadi va xuddi shunaqa bizani jinsiy organlarimizga ham shu periferik nervlar boradi. Shuning uchun ham mana shunaqa polineyropatiyasi bor bo'lgan, ayniqsa Covid vaqtida juda ham ko'p ayol erkaklarda shu kasallik yuzaga keldi. Virus shunaqa neyrotoksik ta'sir ko'rsatdi va shunaqa polineyropatiya bilan kasallangan erkak ayollarda juda ham homilador bo'lishda qiyinlik bo'ldi, ya'ni homiladorlikda. Bundan tashqari bolani rivojlanishida ham tug'ruq vaqti ham juda ham shu qon ketishlar va hokazo jarayonlar juda ham ko'p kuzatildi. Ya'ni o'sha aytib o'tganingizdek, neyrotoksik ta'sir bunga ham ta'sir ko'rsatadi. Va men bitta narsani aytmoqchiman. Bizning organizmimiz shunaqa darajada mukammal va murakkabda, hali boya aytganingizdek o'rganilmagan va bitta holatga faqat bitta sabab bo'lmaydi. Mana masalan, bitta bepushtlikka bitta narsa sabab emas yoki masalan, misol uchun bizda kuzatiladigan kasalliklar bitta og'riqqa mana aytishadi-da menga. Yo'lda ketayotgan bo'lsam, nima ish qilasiz? Vrachman. Qanaqa vrachsiz? Nevrologman. Mani boshim og'riydi, nimaga ekan deb. Juda ko'p, yuzlab sabablari bor. Xuddi shunaqa bitta holatga ham yuzlab, minglab sabablar bo'ladi va aynan o'sha sabablarni bitta chiqish kerak. Masalan, aytishim mumkin, voy palonchi, mani ovsinim ham har doim siqrab yig'lab yuradi, lekin homilador bo'ldi-ku. Yoki masalan, mani qaynagachim semiz, ortiqcha vazn bor, lekin homilador bo'ldi-ku. Shuni sizlarda ham shunaqa kuzatirsa kerak. Nimaga deb. U stress bo'lyapti yoki bunda ortiqcha vazn bor-ku deb. Uni ortiqcha vazni boshqa narsasiga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin yoki ko'rinishi mumkin, hali u yuzaga chiqmagan.
yoki buni stresslari boshqa prosesga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Sizga aynan bepushtlikka ta'sir qilgan. Shuning uchun hammasini bitta ko'rib chiqish kerak va o'shaning uchun ham ba'zan masalan ekosiz tug'olmaysiz yoki sizda homiladorlik bo'lmaydi degan bemorlar mana o'zizga ham yuboraman, gaplashamiz. O'shunaqa bo'lgan bemorlarda ham umuman o'sha amaliyotsizlar ham homilador bo'lib ketgan vaziyatda bo'lishi mumkin. Bu aytishadiki, "O, deydi, menga reproduktiv ataylab uyqu qildirish uchun majburlab shunaqa qildirdi-da" deb o'ylashadi. Yo'q, unaqa emas. Shunchaki o'sha boya aytganingizdek, boshqa omillar qo'shilgan bo'ladi. Tugunlar yechiladi. Tugunlar yechiladi. O nevropatolog ham homilador bo'lish uchun qilmaydi u davoni. Yoki siz ham o'sha protokol bo'yicha qaysi jarayonlar unda bo'lsa, shu bo'yicha shunaqa maslahat berasiz. Lekin o'sha umumiy ishlanayotgan vaqtda u hamma proses bir-biriga bog'lanib ketganligi uchun, organizm bir butun bo'lganligi uchun u muammolar yechilib qoladi. Shuning uchun ham har doim biz mana integrativ yondashishga harakat qilamiz, organizm bir butun va hokazo deb. Va har bitta sistema bir-biri bilan qo'rchalab berib bog'lanib ketgan. Shuning uchun hammasini yaxshilab davolash kerak, lekin ba'zan bemorlarda bunga sabr, toqat yetmaydi. Demak, mana shu sog'lom turmush tarzi haqida gapirganda men patsientlarga oddiy o'sha metafora deymiz, ya'ni obrazli tushuntirishga harakat qilaman. Tasavvur qiling, siz bir uydasiz, bir xonadasiz va xonani siz ozoda saqlamoqchisiz, chiqindilardan saqlamoqchisiz. Va uni 3 ta devorida 3 ta oyna bor yoki 3 ta eshik bor. Agar siz dieta qiladigan bo'lsangiz, sog'lom o'sha taomlarni yeydigan bo'lsangiz, mumkin emaslarini yemay, mumkinlarini yeydigan bo'lsangiz, bitta eshikni yopdingiz. Agar siz vaqtida uxlasangiz, o'sha 6 soat 7 soatlik uyquni ta'minlasangiz, ikkinchi oynani yoki eshikni yopdingiz. Agar siz jismoniy faol bo'lsangiz, 10 ming qadam, 15 ming qadam kuniga yuradigan bo'lsangiz, uchinchi eshikni yopdingiz va siz xonani ozoda saqladingiz, ya'ni chiqindilar kirmadi. Lekin siz dietani qildingiz, qoyillatib, 10 ming qadam ham yurdingiz, lekin kech uxlaydigan bo'lsangiz, baribir bitta eshik qoldi. Ya'ni natija baribir iflos xona bo'lib qoldi. Shuning uchun har doim bu uchalasini birgalikda kompleks ravishda qiladigan bo'lsangiz, natijaga erishasiz deb aytaman. Aynan meni tajribamda agar mana shu 3 ta komponentni birgalikda to'liq kompleks ravishda olib borganda o'rtacha 7-8 kilo ozganini ko'raman. Va har doim oldindan aytaman, agar siz menga kelganingizda 7-8 kilo ozmagan bo'lsangiz, bilamanki siz 3 tadan bittasini unutgansiz yoki shunchaki qilishni xohlamagansiz, inkor qilgansiz deb aytaman. Haqiqatdan bu har doim 100% to'g'ri chiqadi va eng qizig'i meni e'tiborim tortgan mana shu 3 ta komponentdan aynan uyqu negadir e'tibordan chetda qoladi yoki juda muhim emas deb hisoblanadi. Uyqu haqida ham layfhaklar beraylik, ya'ni o'sha uy sharoitida vrachgacha kelmasdan qanaqa qilib uyquni sifatini oshirish mumkin va vaqtida uxlash mumkin. O'zi umuman olganda melatoninni normallashtirish va hokazo bu dorilar bilan amalga oshiriladi, lekin men har doim bemorlarga aytaman, to'g'ri rejim qilish bu qiyin. Bu vaqt talab qiladi, insondan iroda talab qiladi, sabr, toqat. Shuning uchun ham qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zi aslida rivojlangan davlatlarda mana shunaqa integrativ yondashuv bo'lsa, agar ular protokollarga e'tibor bersangiz, birinchi rejim va dieta turadi, undan keyin tagida yoziladi. Shu rejim va shu dietaga tushgandan so'ng boshlansin deb, keyin dori-darmonlar ketadi. Men faoliyatimni shunaqaroq boshlaganimda, endi bizda har doim vrachga bordim, vrach dori yozib berish kerak degan tushuncha bor. Va ular qani dorisi deyishni boshlashgan. Shuning uchun hozir shartli ravishda birinchi dori-darmonni yozaman, keyin dieta va rejimni yozib beraman. Lekin o'zi aslida o'sha ular birinchi etapga chiqish kerak. Va shunaqa bemorlar kelgan, masalan, xotin, misol uchun erini ko'rsatgani kelgan, ayol bilan birgalikda kelishgan. Xo'jayinlariga men yozib berdim, boshqa va dieta rejimni yozdim. Va shunday aytdim, bu dieta rejim o'sha BGBSBK dietamizni yozganim, chunki yallig'lanish jarayonida yo'di. Bu to'g'ri ovqatlanishga kiradi va bularda shuncha muammolar bo'lyapti, ayniqsa ichinglarda. Demak, sizlarda ham bor, chunki sizlar birga yashaysizlar, bir xil rejim, bir xil ovqatlanish bo'ladi. Shuning uchun bularga alohida ovqat tayyorlab, o'zingizga alohida ovqat tayyorlamangda, o'zingizlar ham shu oilaviy shu bir xil shunaqa dietada yuraveradi, shunaqa rejimda. Va 1-2 oydan keyin ayollari onalarini, ya'ni kimdirlar bilan guruh bo'lib kelishadi.
men xo'jayimga qo'shilib shu dietani qildim va menda ko'p shikoyatlar bor edi o'zi umuman. Shulardan ancha xalos bo'ldim. Demak, dieta rejim shunchalik yaxshi ta'sir qilsa, demak menda ham shunaqa kasalliklar bo'lishi mumkin ekan deb sizdan to'liq davo olish uchun keldim dedilar. Ya'ni bu shunaqa ahamiyatli va bemorlar ham sezadi, lekin buni boya aytganimizdek uzoqroq vaqt qilish kerak. Bugun qilsa bugun yaxshi bo'lib qolmaydi. 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy va odam o'zini kuzatganda o'sha yarim yil oldingi holati bilan hozir sog'lig'ida ancha katta o'zgarishlarni aytadi. Misol uchun o'sha kam kasal bo'lmi, immunitetim ko'tarildi va hokazo. Bu ishlash talab qiladigan narsa. Bu mehnat. Bu dangasalaning ishi emas. Shuning uchun ham shu rejim dietalarda buzilishlar yuzaga keladi. Va xuddi shunaqa uyqu normlashtirish xuddi shunaqa. Bizdan dori yozib bera qoling, dori yozib bera qoling degan narsa juda ham kuchli, lekin men masalan melatoninni bu gormon va gormon bo'lgandan keyin bizda ishlab chiqarilayotgan narsa. Tashqi tarafdan tushirsangiz tayyor tushadi-yu gormon. Bir tushdi, ikki tushdi, 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oy tushdi. Unaqa holat bo'lgandan keyin o'zi tayyor tashqaridan tushadi-yu, men nima qilaman deydi va dangasa bo'lib qoladi. Oddiy qilib aytganda. Va bu gormonning sintezi pasayib ketadi. Shuni natijasida demak biz qachondir uni dorini to'xtatamiz va yana xuddiki eski holatiga battarroq ham qaytganday bo'ladi. Chunki gormon to'xtadi, o'zimizdan tabiiy gormon ishlab chiqarilishi kamayib ketadi. Shuning uchun eng yaxshi yo'li bu tabiiy. To'g'ri, ba'zi bir holatlar bo'ladi, biz beramiz gormon preparatini, bu individual tanlanadi. Lekin o'zi eng yaxshi yo'li bu tabiiy, lekin tabiiysi bo'ya aytganimizdek mehnat talab qiladi. Demak, birinchi nima qilish kerak? Aniq maqsad qo'yish kerak. Bo'ldi. Men soat 10 da uxlayman. Tamom. Unaqada, bunaqada, xo'jayinim kech keladi, bolam yig'laydi va hokazo va hokazo va hokazo sabablar qidirilaveradi, qachonki majbur bo'lmasa. Boshqa yo'l yo'q, 10 da uxlamaslikdan boshqa yo'l yo'q degan sabab bo'lsa, bo'ldi, tamom qiladi. Endi hozir bugungi podkastimizdan keyin anglab yetishdim menimcha qanchalik muhimligini aqlan shunga qaror qabul qilindi va uxlashdan kamida 1 soat oldin hamma gadjet, televizor, har xil kompyuter va hokazolarni o'chirish kerak yoki eng kamida o'sha nochnoy rejim degani bo'ladi, ya'ni yorug'likni juda ham past darajaga tushirish kerak. Nima uchun? Chunki bizning ko'zimizdan yorug'lik o'tadi va bizda epifiz bezi bo'ladi. Shu epifizlar miyada ishlab chiqariladi. Ya'ni yorug'lik o'tib, epifizi agar yorug'lik o'tsa, demak tormozlaydi va miyada ishlab chiqarilish kamayadi. Agar aksincha qorong'ulik bo'lsa, ya'ni yorug'lik o'tmasa, demak ha deydi, epifiz miyada ishlab chiqarishni boshlaydi. Shuning uchun e'tibor bersanglar, qorong'u xonada odam uyqu bosadi. Kun tushlik vaqti bo'lsa ham yoki yorug' joyda odam uyqusi o'chadi. Ertalab oynalarni ochadi, pardalarni ochadi, kechqurun aksincha pardalarni yopadi. Shuning uchun maksimal darajada yorug'likni pasaytirish kerak. Bu telefon, gadjet va hokazolarda. Va iloji bo'lsa, mana bizda ko'pincha rozetkalik ulangan bo'ladi. Ishlatmaydi masalan shu kompyuter boshqa, lekin ulangan bo'ladi. O'shlarni o'chirish kerak. Bu endi magnitni maydonni hosil qilgani uchun o'chirib qo'yish kerak. Kechqurun 1 soat bo'lganda. Bu miyaga signal, ya'ni uxlashga tayyorgarlik ko'rayotgani. Ko'pchilik ayollar o'sha kechasi dush qabul qilganda o'tkir spreylardan foydalanadi yoki har xil gellardan foydalanadi yoki har xil yog'lardan foydalanadi. O'tkir hidlardan foydalanish kerak emas. Yo juda neytral hidlardan foydalanish kerak. Bu ham uyquni qochiradi. Bundan tashqari kunduz kuni biz quyosh vannasi deymiz. Hech bo'lmasa 15-20 minut demak quyoshli vaqtda yorug' joyda yurish kerak. Nimaga? Bu vaqtda vitamin D sintezlanadi va vitamin D qanchalik ko'p sintezlanayotgan vaqtda melatonin shunchalik ko'p zaxirada yig'iladi. Biz kun davomida qorong'uxonada o'tiraversak, ma'lum miqdorda melatonin ishlab chiqariladi har kun davomida va kechqurunga kam qoladi zaxirada kechasi uxlashimizga. Biz kunduz kuni yorug' o'sha vitamin D ga to'yinadigan bo'lsak, demak melatonin zaxirada ko'proq qoladi va kechqurun bizda u bemalol sintezlanib, bizning bemalol uxlashimizni ta'minlaydi. Bundan tashqari albatta biz aytamiz, bemorlar odatda yotadi. Mana xo'p deydi, men 10 da yotdim deydi, lekin uxlolmayman. U yoqqa o'gilaman, bu yoqqa o'gilaman. 20 minutdan oshib ketdimi uxlolmaslik. Turib, xuddi shunaqa yana qop-qorong'u boshqa bitta xonaga kirib o'tirish kerak. Ya'ni tinch holatda o'tirib yoki yotib ko'rish kerak.
Ya'ni bitta joyda 1 soat, 2 soatlab uyqusini qidirish kerak emas. Mana shunaqa va eng asosiysi, bu ichaklarda melatonin ishlab chiqariladi. Shuning uchun ham biz ichaklarimizni albatta himoyalashimiz kerak. Prebiotiklar. Mana masalan shu uyqusi yaxshi bo'lmagan bemorlar bo'lsa, o'zinglar ham probiotiklarni ma'lum bir vaqtga, ko'rsatmalarga qarab berishingiz mumkin. Va yana bitta muhim narsa bu 6-7dan keyin ovqatlanish kerak emas. Qancha kech ovqatlanilsa, shuncha melatonin ishlab chiqarish pasayib ketadi. Ya'ni kechqurun ovqat og'irlik his qildim, uxlolmadim deydi-ku, shu narsa bor narsa. Kechki ovqatda kletchatka bilan oqsilga boyroq ovqatlansa, bu melatonin ishlab chiqarishini ta'minlab beradi, chunki o'sha aminokislotalar buni kuchaytirib beradi. Shunaqa oddiy kichkina narsadek ko'rinadi bu narsa, lekin hammasini sekin-sekin qilinsa, o'sha vaqtda uxlaydigan bo'ladi. Faqat ayol o'zi emas, turmush o'rtog'i ham, agar farzandlar bo'lsa, ular ham, bu hammasiga bir xilda. Bu men aytaman, bu kasalligingizdan qutulish uchungina hozir yozilayotgandek ko'rinadi, lekin bu normal hayot tarzi. Ya'ni to'g'ri hayot tarzida o'zini ostidan ham har doim ham shunaqa vaqtda uxlash kerak. Kasal bo'lsangiz, bo'lmasangiz. Siz shu rejim buzganingiz uchun shunaqa kasallik yuzaga chiqyapti deb. Mana shu narsalarga amal qilishsa, endi bundan ham ko'p tavsiyalar bor, lekin hech bo'lmasa shularga amal qilinganda, chunki hozir ko'p tavsiya bersak, bu ham stress bo'ladi. Hammasini qilishim kerak ekanda vazifa qo'yish. Hech bo'lmasa shuni bitta kuniga kiritib borsa ham, keyin ma'lum bir vaqtdan keyin, hech bo'lmasa 1 oy, 2 oydan keyin bizlar bilan yaxshi natijalar bilan bo'lishadi. Tashrifingiz uchun rahmat. O'ylaymanki, shaxsan men o'zim uchun juda manfaatli bo'ldi. Ko'p ma'lumotlar oldim va o'ylaymanki, bizni ko'rayotgan tomoshabinlarimiz, deymiz, kuzatuvchilarimizga ham ko'p manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Va agar o'sha boya podkast davomida aytganimizdek, kommentariyalarni kutib qolamiz va yana shunaqa foydali, manfaatli podkastlarda yana ko'rishni nasib qilsin deymiz. Taklif uchun rahmat. Men ham juda ham xursand bo'ldim va aynan shunaqa hozir bu juda ham katta stress, bepushtlik, farzand kutuvi, shunaqa stressdagi ayollar ko'rgan bo'lsa va ularda manfaat bergan bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman va Xudo xolasa men shu podkastdagida shularga amal qilib, yaxshi natijalarga erishib, yaxshi farzandlar ko'rgan odamlar ham xursandchilik bilan 9 oydan keyin xursandchilik bilan yozishlarini tilab qolamiz. Barchaga rahmat deb aytamiz. Bugun biz nevrologiya va reproduktologiya haqida gaplashdik. Ular o'rtasidagi bog'liqlik va bepushtlik, nevrologik kasalliklar barchasi haqida gaplashdik. Hammaga rahmat. O'ylaymanki, barchamizga manfaatli bo'ldi. Rahmat.